Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz sizlarga bugun uy sharoitida arzon gruntovka qilishni ko'rsatib o'tamiz. Deyarli gruntovkaning sostavi ham shunaqa bo'ladi. Siz gruntovkani sifatli, eng asosiysi o'zingiz xohlagan darajada sifatli qilib olish imkoniyati bo'ladi bunda. Buning uchun bizga akril kerak bo'ladi. Yo bo'lmasa do'kondagi arzon lak. Misol eng arzon laklar shu akrilni upakovka qilib do'konga olib chiqilgan bo'ladi. Akrilni misol ba'zida 18 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, do'konlarda 25 ming so'm atrofida sotiladi. Endi balkim 30 ming so'mdir shunaqa. Qo'yingki, eng arzon akriloviy lak kerak bo'ladi. Agar ba'zidan oladigan bo'lsangiz, kattigini olganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Buni ham har xil turlari bo'ladi. Kattagi yumshog'i bo'ladi. O'zi aslida ikkovi ham bo'laveradi, lekin kattaga sal mustahkamroq bo'ladi. Keyin bizga bunga yana melos degan narsa bo'ladi. Melos bu qo'shimcha bo'lib, rodmanlarni tayyorlashida yo bo'lmasa satillarni tayyorlashida ishlatiladigan kley bo'ladi. Jiddiy aboylarni kleyi ham shunaqa bo'ladi. Melos qo'shilgan bo'ladi. Misol uchun latani maydalab quyib turib, jiddiy aboyli kleyini olib qo'shadigan bo'lsa, jiddiy aboy bo'lib qoladi. Demak, u misol uchun ba'zani topa olmasanglar, ba'zalarni topa olmasanglar, qayerdan sotib olishdi, shunchaki hamma to'g'ri kelgan xo'stavarga kirib turib, lak olasizlar, eng arzonidan jiddiy aboyli kleyni olasizlar. Shuni suv qo'shib tayyorlaysizlar. Suv qo'shib tayyorlash jarayonlarini ko'rsatamiz, qancha qo'shiladi. Qancha suv oz qo'shsangiz, kleyni sifati shunchalik oshib boradi. Bu kley bilan siz hattoki aboy yopishtirsangiz ham bo'ladi. Demak, 3 ga 1mi, 2 ga 1mi, 4 ga 1mi, 5 ga 1mi o'zingizlar qo'shaverasizlar. Misol uchun 1 kilo akrilga 1 litr suv, 2 litr suv, 3 litr suv, 4 litr suv, 5 litr suv shu qo'shaverasizlar. Misol uchun ashiga qarab turib suv qo'shilgan sari sifati dozalari pasayib boradi. Qani bo'lmasam ko'p gapirmasdan boshladik. Hozir biz taxminan 5 litrcha suv qo'shib tayyorlaganmiz. 4 litr, 5 litr. Unga biz 1 kilo, 1,5 kilo akril solamiz. Akriloviy lak. Shu do'konlarda eng arzon lakni olaverasizlar. Yo bo'lmasa ba'zilarga borsanglar kilosi 18 ming so'm turadi. Taxminan 1,5 kilo, 2 kilocha lak soldik. Endi bu suyuq bo'lib qoldi. Mana shuni o'zini ishlatsanglar ham bo'ladi. Bu suyuq bo'lib qoldi. Endi biz buni qo'yiltirishimiz mumkin. Misol do'konlarda suyuq ekan, quyuq ekan deysizlar, hozir buni ko'rishlari mumkin. Aralashtiringmi siz? Bo'ldi. Demak, buni qarang, suyuqligi sutdan ham suyuqda bu. Lekin yopishishi ko'chanikidan kerak bo'lsa yaxshi, effekt yaxshi bo'ladi. Endi biz buni yana ham dozasini kuchaytiramiz. Misol uchun biz ashi jiddiy aboyli kley mana ko'rib turibsizlar, mana shundan qo'shamiz. Qarang usta, aylantiring. Qo'rasha bo'lib qolmasligi uchun mana shunaqa maydalab bittasi sex tursa yaxshi bo'ladi. Bo'ladi. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, mana oddiy suvni shpaklovka tortsa bo'ladigan darajagacha qo'yiltirib yubordik. Bundan ham qo'yiltirsangiz bo'ladi, bundan ham suyuqroq qilsanglar bo'laveradi. Endi buni, misol uchun bunga yana do'kondan olganinglar mana shunaqa qo'yarlikda bo'lsa kerak, yo bo'lmasa bundan ham suyuqroq bo'ladi. Ustalar o'zi yaxshi biladi, buni yopishqorligini ko'ryapsizlar. Endi bunda bitta aboy qog'ozni xotini topib turib, hozir sizlarga aboy yopishtirib ko'rsatib beramiz. Ukamizni tayyorlab oldik. Buni yana suv qo'yib ishlatadigan darajada qo'yiltirib yubordik buni. Shunaqa o'zingizlar xohlagan sifatdagi gruntovkalar tayyorlab olsanglar bo'laveradi. Keyin bu akrilimizni shunchaki jiddiy aboy, oddiy aboy yopishtiryapsizdan choxlar ko'tarilib qoladi. Qiynalib qoladi, isitadi, bir xilgina derazalar yovib oladi. Hali aboy choxlar ko'tarilib ketmasin deb. Bundan 1-2 tomchi qo'shib qo'ysangiz, aytaylik 10 kiloga 1,5 kilo qo'shib qo'ysangiz, buni 200 gram qo'shib qo'ysangiz, mana shu choxlarni ko'tarilmaydi. Biz buni hozir yopishtiramiz. Yopishtirgandan keyin kerak bo'lsa qaytib chiqmaydigan darajada bo'ladi. Kimo nimasini ko'ringlar sifatini. Obunachilarga ko'rsatgan bo'ladimi? Qaymoq bo'lib ketdi mana. Gruntovkani jinnisi mana, o yopishini ko'ryapsizlar, varik yopishib bo'lyapti. Erta.
Do'stlar, mana bu gruntovkani jinnisini. O'ta dahshat gruntovka bo'ladi. Bunga suv qo'yib ishlasanglar ham bo'laveradi. Himoya qilinglar. Hop, himoya qilinglar. Qaysi gruntovka bozordan olsa shunaqa bo'ladi. Bozordan keyin sotib olgan gruntovkangiz, bozordan sotib olgan gruntovkangiz. Idishiga ham qo'shib suv sotib olasiz. Misol uchun, idishi ham 1-2 ming so'm turmaydi. Kanistrlari bor-ku. Kamida 5-10 ming so'm turadi u ham. 1-2 ming so'mga kanistr yo'q. Qani bosingchi usta. Havoyingizda. Do'stlar, obokilay sotib olishingizdan shart emas. Agar mana shu videoyimiz ustalar bir-biriga tashlab, kommentariyalar, bombalar, prosmotrlar dahshat bo'ladigan bo'lsa, keyingi videoda attachento qanday tayyorlanadi, noldan ko'rsatib, mashxonamizga sultirilayotgan jarayonni sizlarga video qilib chiqamiz. Buning uchun usta akalarimiz bir layklarni bosinglar, kommentlarda izohlarni yondiringlar, usta do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Biz sizlar uchun ishlashdan to'xtamaymiz. Barchalarga rahmat.